Bo'g'imdagi og'riq ham, beldagi og'riq ham, tizzadagi og'riq ham belgi, simptom. Hammani niyati, hammani xohishi og'riqni kamaytirish, ya'ni simptomni yo'q qilish. Simptom uni nima keltirib chiqargan? O't qopi. O't qopi sog' odamni ko'rmadimki, suyak bo'g'im deganini. Nechta patsient kelsa, oyog'ida, qo'lida, bo'g'imda artritmi, artrozmi, ko'ks artrozmi, shu o't qopi kasal. Значит, nima qilish kerak? Og'riqni yo'qotishni xohlaymizmi? Niyat og'riqni yo'qotishmi? Uni keltirib chiqarayotgan sabab bilan ishlash kerak. Tizza bo'g'im artrozda kasalliklarda, umuman o'sha bo'g'im kasalliklarida yemirilishdami, men nima qilib o'tirmayman-da, sразу shunaqami, sразу visceral terapiya organlar bilan ishlashni boshlayman. Birinchi bo'lib patsient ratsionini o'zgartirishga harakat qilaman. Jigarga, o'tqopga, oshqozonga, hazm sistemasiga podдержка bo'ladigan tabiiy mahsulotlar, preparatlar, tozalaydigan nimalar. Ana ularni qilib boshlaganingizda ham parallelni bu protseduralarni qilganda o'sha massajmi, точный massajmi, yo'meyoterapiyami effekt ham yaxshi bo'ladi. Tepadan o'tqop nimaga deganda artikulyar suyuqlikni, bo'g'imlarga keladigan suyuqlikni u o'tqop orqali keladi, tepadan keladi. Katta roli bor. O'tqop bilan jigarni o'sha sinovialniy suyuqliklarga, artikulyar suyuqliklarga, bo'g'imlarning harakatiga javob beradigan suyuqliklar o'shadan keladi. Proses yaxshi bo'lmasa, bu tiklanmaydi. Shuning uchun simptomni yo'qolishini xohlayapmizmi? Birinchi o'rinda simptomni keltirib chiqarayotgan sabab bilan ishlash kerak.